hamma joyda jadidlar bordi, lekin eng mashhur jadidlar O'zbekistondan kelgan. Jadid harakati Turkiy dunyoda eng muhim harakatdan bittasi. Shuning uchun Turkiy dunyoda o'zbekcha o'rganish menimcha shart. Bu atayin qilingan narsa endi o'sha 80 yil ilgari Saida Mirziyoyeva Oxford Üniversitesi'ne gitti. Ben bilemem ki Özbekistan devleti, vazirliği ve ilçhanesi ve milleti beni kollab kuvvetleyen. Merkezi Asya'da 60 milyon adam var Özbekçe gaplaşkan. Tarihte Özbek dili mühim rol ediyor. belgida tug'ilib qoyillik. İbrat Efendi'den onların application'ları var. Menga hamması yazdılar. Ha? Azgina sözler öğrendim o şebahtan. Keyin Ya'ni ibrat farzandlaridan foydalandingiz. Ali Şirinevay'dan büyük rock bir Türk yani Türkiye dünyada şairi yok efendim. Nega? Çünkü Temuriler ve ayniqsa Ali Şirinevay, ayniqsa Temur, ayniqsa Babür onların tili Chagatai tilida ve hamma davlat narsalarini Chagatai tilida yozganlar. Ibrohim nima qilish, qatl qilishganda manimcha O'zbekistonning yarim aholisi yig'iladi. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan efirda Ahida xonim va Ibrat kashfiyotlari podkastida bugun Turkiyaning go'zal sohibjamol qizi Daryo xonim. Daryo xonim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bilamiz, juda qisqa vaqtga kelgansiz O'zbekistonga, lekin shunga qaramasdan vaqt topib bizni ko'rsatuvimizga kelganingizga kattadan katta rahmat sizga. Juda xursand bo'ldik. Men ham. Shunaqa yana o'zbek tilida shunaqa sof bemalol fikr almashib o'tiribmiz. Ham o'zlari ham juda latofatli, chiroyli. Daryo xonim, boshlaymisan? Boshlaymiz. Xo'p. O'zbekistonga tez-tez kelib turasizmi? Yani tez kelaman 2-3 Mart'ta yılda. Bir yilda 2-3 marta kelasiz. Shunday. Bu nechinchi kelishingiz bo'ldi? 10 bo'lishi mumkin bilmadim. Zo'r-ku. Yoqdi bizga O'zbekiston. Juda ham yoqdi. Ko'proq kelishim kerak, bu joyda ham ishlashim kerak menimcha. Ko'chib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Shunday. Xo'p, Daryo xonim, xabarimiz bor, Xorazmda Lazgi festivali bo'lib o'tdi va siz ham u yerda bo'ldingiz. Festivaldan umuman taassurotlaringiz qanday? Festival juda ham zo'r edi. Masalan, men bilmasdim shunchalik yaxshi festival bo'lishi mumkin. Lekin menimcha yani nafaqat markazida dunyoda eng chiroyli festivallar bo'lishi mumkin. Lezgi faqatgina Lezgi, yani dunyoning eng chiroyli raqsi ve Lezgi, Xorazm ve umumiy yani O'zbekiston madaniyatini ko'rsatdilar butun dunyoga. Ajoyib edi. U joyda hamma joydan kelgan mehmonlar bor edi. Masalan, Yaponiyalik qizlar Lezgi raqsini qildilar. Onu gördüm. Keyin Azerbaycan'dan hammasi mesela Lezgi raqsini qildilar. Türkiye devletlerden kelgan ko'p edi. Yani ayniqsa Xivada bo'lishi zo'r, chunki Xiva juda ham chiroyli, dunyoning eng chiroyli tarixiy shaharlaridan bittasi. Yani o tarixiy joy bilan raqs ve Lazgi raqsi ve Xorazm O'zbekiston madaniyati birgalikda ishlash ajoyib edi. Juda ham xursandman. Men ham Instagramda videolarni ko'rdim. Lazgiga tushyapti. Qarasam bizlarning raqqosalarga o'xshamayapti. Familiya umuman, ya'ni ismi sharifi umuman boshqa davlatni, boshqa millat vakillari, lekin Lazgi tushyapti. Men juda xursand bo'ldim. Xivaga keladigan bo'lsak, u O'zbekistonning yuragidan. Endi O'zbekistonning yuraklari ko'p-da, aytsam. Xiva UNESCO ro'yxatda turadigan asoriy otiqalar, obidalar maskani desak bo'ladi. Juda ham xursandmiz. Sizga yoqqan bo'lsa va o'ylaymizki, bu oxirgisi emas, hali yana ko'p kelasiz, juda ko'p festivallarda ishtirok etasiz o'zingiz ham. Daryo xonim, siz bilan mana o'zbek tilida umuman qiynalmasdan fikr almashyapmiz. Hozir ham ko'rsatuv boshlangandan oldin juda ko'p masalalar bo'yicha gaplashdik va men hayron qoldim o'zbek tilini qayerdan o'rganganlar, Daryo xonim? 1 Mart'ta YouTube'dan öğrendim. Çünkü YouTube'da köp Özbekçe videolar var ve tarih ve siyasete kızıkmam. Şunun için Özbek tarihi ve siyaset hakkında işlenen köp Özbek bloggerlar var. Yani ayniqsa merkeziyesinin en köp Özbekler tarihi ve siyasete kızık menimce. O joydan öğrendim. Yani YouTube bilen neme düşünüşü öğrendim. Yani sözler öğrendim. Keyin sekin ijtimoiy tarmoqlarda, sekin İbrat Efendi'den onların application'ları var. Menga hammasi yazdılar. Azgina sözler öğrendim o şebahtan. Keyin Ya'ni ibrat farzandlaridan foydalandingiz. Application var. O joyda mesela sözler var edi. Oradan öğrendim. Keyin sekin Özbekler bilen gaplaştım. Çünkü Özbekler ısık adamlar. Beni kollab kuvvetliler. Şunun için Özbekler menga juda ham köp izohlar yazgan. Izohları o'qishim kerakdi, qiziqdim. Keyin sözler öğrendim. Keyin onlar menga nima Twitter'da böyle gaplaşamiz kelin dediler. Keyin bu joyda ham mesela azgina men O'zbekcha öğrendim ve hech kim menga O'zbekchaniz yomon demadi. Keyin
elchixonada ham, diplomatlar ham ozgina o'zbekcha o'rgandim, faqatgina men bilan o'zbekcha gaplashdilar. Uchrashuvlar o'zbekcha bo'ldi. Men bilan faqatgina o'zbekcha gaplashdilar, men bilan faqatgina o'zbekcha yozdilar. Shuning uchun tez öğrendim. Shu yaxshi, chunki bilasiz, mesela ben başka tillarni ham o'rganyapman, ayniqsa turkiy tillarini. Lekin mesela men ozgina o'rgandim, hech kim shunchalik qo'llab-quvvatlamaydi. Men bilan faqatgina o tilda gaplashmadi. Albatta men motivatsiyam ko'proq bo'ldi. Ya'ni ko'rdimki o'zbeklar mening o'zbekchamni yaxshi ko'rdi. O'zbekcha gaplashdimki O'zbekiston davlati va millati meni qo'llab-quvvatlaydi. Albatta sekin ko'proq o'rgandim. Yana yaxshi emas, lekin men 8 oy bo'ldi. Ya'ni inshaalloh Xudo xohlasa 10 oydan keyin yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin hozir ham 8 oy ichiga juda zo'r. Endi menimcha turk tiliga yaqin-ku baribir biz turkiy tillarimiz. Shuning uchun ham oson bo'lgandir balkim. Chunki sizdan oldin kelgan mehmonlar umuman boshqa millat, boshqa til bo'lgani uchun ular biroz qiynalishgan, lekin ular ham hozir shunaqa gaplashishadi. PhD qilishganda, misol uchun. Bilasizmi? Ozarbayjonlik rahmatli bir deputat xonim bor edi, Milliy Majlis deputati Ganira xonim Pashlayeva. Eshitganmisiz? Bilaman, mashhur. Turkiyada ham. Ganira xonim O'zbekistonga ko'p kelganlar. Biz ham bu yoqqa borganmiz, Bakuga, Ozarbayjonga. Va aytardilar, men vatanimga keldim dedilar, O'zbekistondan. Va men borganimda vataningizga xush kelibsiz deb kutib olardilar. Mana shunaqa. Hammamizni o'zi turkiymiz, har birimiz qardoshmiz. To'g'ri, qaysidir ma'nolarda bir tarixiy bir silsilalar bo'ldi, alohida bo'lib ketdik, lekin tegi har birimiz turkiymiz. O'shaning uchun juda yaxshi bo'lardi shunaqa bir narsaniki singdirsak, har bir turkiy millat, xalq o'ziga singdirsa. Ya'ni u mehmonga keldi emas, u ota uyiga keldi. Siz ham ota uyingizdagisiz hozir. Rahmat. Chunki Ertugrul bilasiz qatdan yetgan otalari. Shunday, Xorazmda qolsin. O'sha yerdan keldingiz hozir. Shunday. Shuning uchun Xorazmda o'zimni vatanday his qildim. Faqat Xorazmda, Toshkentda ham, hamma joyda, ya'ni har 12 viloyatda o'zimni vatanday his qilaman O'zbekistonda va o'zbek millati ham meni o'z qizi sifatimda ko'rdi. Shuning uchun juda ham xursandman. Rahmat. Sog' bo'ling. Bu aytyapman-ku, biz juda ham o'zi mehmon do'stmiz. Men maqtash emas, har bir millat o'zini mehmon do'stman deydi, lekin turkiylarga, qardoshlarga nisbatan umuman mehrimiz boshqacha. To'g'ri, to'g'ri bu. Daryo xonim, bilasizmi, odatda mana turkiy tillar hammamizda, lekin ba'zi bir so'zlar ayri tushuniladi. Misol uchun bizda zo'r degan so'z qiyin degani. Yo'q, sizda qiyin degani turk tilida, lekin o'zbek tilida zo'r degan narsa qiyin degani. Shunda bir qanaqadir boshida qiynalganmisiz gaplashayotganda? Bir qanaqadir qiziq voqealar yoki kulgili voqealar bo'lganmi? Qiyin emas, chunki men ham turkmancha bilaman. Shuning uchun qiyin so'zi turkmanchada bor edi. Lekin to'g'ri, masalan, boshqa so'zlar ham bor. Bir xil, lekin boshqa ya'ni bir xil ham, masalan, to'g'ri. Lekin hozir bilmayman qaysi so'zlar edi. Zo'r, qiyin. Yana boshqa so'zlar bor edi. Ozgina qiyinlashdi, lekin bilasizmi, masalan, hozir men yaxshi tushunaman. Shuning uchun men uchun qiyin emas. Ya'ni sekin o'rgandim. Mening uchun qiyinlik, masalan, bilasizmi, hozir boshqa turkiy tillarni bilaman, aralashib ketgan. Ya'ni men uchun so'zlar emas, lekin talaffuz qiyinroq. Chunki turk tilining o'z tilining talaffuzi boshqacha. Xorazm shevasi. Biz Qarluq til guruhlariga kiramiz, ya'ni Uyg'urlar hamda o'zbeklar. Masalan, Xorazm shevasi onlar o'zbekcha yaqin, juda ham yaqin, lekin talaffuzi boshqacha. Onlar uchun ham qiyin. Toshkent shevasi bilasizmi? Biz umuman Xorazmda agar ikkita xorazmlik o'zaro gaplashadigan bo'lsa, umuman tushunmaymiz. Sekinroq gaplashinglar deymiz. Mening uchun talaffuz qiyinroq. Masalan, q o'rgandim, n u turkmancha bilan bir xil, shuni ozgina o'rgandim, lekin talaffuzini yaxshiroq qilish qiyin. Lekin masalan, men shuni yaxshi ko'raman. O'zbeklar masalan hamma turkiy tillarni yaxshi bilgan. Lekin masalan ko'p o'zbek bor, qozog'cha gaplashgan, ayniqsa Toshkentdan Chimkentga ketganlar masalan, ular qozog'cha juda ham yaxshi, ya'ni 100% yaxshi gapirganlar. Keyin turkcha o'rgangan ko'p o'zbeklar bor O'zbekistonda va Turkiyada. Ularda aksent yo'q, bilasizmi? Ya'ni juda ham ana til darajasida bilganlar turk tilini. Hani masalan men ozgina o'zimga aytdimki, ular shunchalik yaxshi bilgan, men masalan mening ham yaxshiroq qilishim kerak. Shuning uchun talaffuz haqida sekin ishladim. Menimcha talaffuz ishlash qiyinroq. Lekin men sizga aytaman, talaffuz haqida gapiryapsiz. Misol uchun boshqalar bilan mana o'zbek tilida gaplashamiz. Aytib o'tgandek, boshqa mehmonlar ham bo'lgan. Sizdagi o'zbek tilida bunaqa boshqa so'zlarni qo'shmasdan, boshqa aytaylik, inglizcha yoki ruscha qo'shmasdan ravon faqat o'zbek tilida shunaqa tez gapirishingiz
Menga ko'pincha aytishadi, sekinroq gapiring, tushunmayapmiz deb. Yo'q, Chunki tushunaman. men o'zbek tilida tez gapirashaman. Yok, ben düşünemem ve ayniqsa mesela Özbekistan'da yaşasam, yani yaşayışdan keyin Özbekçemin rivojlanish, keyin yaxshiroq bo'lish mumkin. Shuning uchun bu joyda yani o'zbek tili haqida ishlashim kerak, chunki men PhD'mi o'zbekcha qilaman, lekin inglizcha yozganman. Lekin mesela narsalar o'zbekcha. O'zim aytdimki, mesela men o'zbekcha ana til darajasida bilishni xohlayman. Xudo xohlasa bo'lishi mumkin, ya'ni sekin-sekin. Lekin hozir 8 oy ichida juda yaxshi men sizga aytsam, Daryoxonim. Rahmat. O'zi sizningcha umuman o'zbek tilini o'rganish turklar uchun qaysi jihatdan qiyin bo'lishi mumkin yoki oson bo'lishi mumkin? Menimcha oson. Yani mesela Kazak dilini hani öğrenip Kazak dilini başkaça bilasiniz mesela yani b'lar Çok var Türkçe. ha. Onlar mesela Türkçe bilen Özbekçenin gramatikası judayam yakın. Yani kıyın emas. Kıyınlıklar şunlar mesela Türkçe öğrenişin judayam köp materyaller var bilasiniz mi? Ne fakat videolar hem yumuşak güç sonrasında mesela videolar, keyin seriyaller, müzikler ve halklara mühim til bu arada. Türkçe. Özbekçe'de şu kıyın mesela. Yani materyaller tapış kıyın. Sekin siz bilen materyaller var. Lekin sizden taşkara materyaller kemeken. Ben hem bunu Taşkara İşler Vazirliği'nde aittim. Onlar hem hazır invest kıldılar hani şu hakkında işleyiş için. Yani seriyalar hem şuncalık meşhur emez. Bilası tapış hem kıyın. Mesela tercümesi hem tapış kıyın. Lekin menimce mümkün. Yani fakat yine kızık bölüş gerek. Yaxşı görüş gerek. Mesela bir tiri yaxşı görmeseniz öğreniş kıyın. Mesela ben bilmedim yaxşı görmediğim tiller var idi. Mesela Nemisçeyi. Nemisçe mektepte öğrendim. Lekin şuncalık yaxşı emez. Nege? Çünkü kızık emezdim. Yani yaxşı görmedim. Yürek bilen yaxşı görmedim. Mesela bence siz bir tili yürek bilen yaxşı görseniz öğreniş kıyın emez. En kıyın til bilen mesela Xitoyca kıyın. Lekin Özbekistan'da aynıksa yaxşı görgen Xitoyca'yı yaxşı görgenler var. Şunun için öğrendiler. Yani Özbekçe bilen Türkçe biz kardeş tillerimiz. Şunun için aynıksa Özbekçe öğreniş oson ve bilasınız mesela Türkmen tili, Azerbaycan tili elbette yakınrak. Lekin tarihte, ben tarihçiyim. Tarihte Özbek tili mühimroq idi. Şunun için ben şunu aytamam Türklerge. Türkçeden keyin Özbekçe öğrenişiniz mühim. Şart emas, lekin mühim. Nege? Çünkü Özbekçe bilgen adam Kazakça öğrenişi osonroq. Elbette bir emas, lekin mesela hazır Kazakça öğrenip ben. Ve Kazakça bilen Özbekçe'ye yakın. Yani Türkçeden yakınroq. Keyin Özbekçe bilgen adam Türkmençeyi düşünüşü mümkün. Uygurca düşünüşü yani %98% mümkün. Şunun için Özbekçe şunun için mühim. Ve mesela Özbekçe ne fakat Özbekistan'da Merkezi Asya'da 60 milyon adam var Özbekçe kaplaşkan. Ve Canabi Türkistan dedi ayttığımız joy Afganistanlık Özbekler köp. Milyon. Yani şunun için Özbekçe yani Türkiye dünyada işleyiş için mühim. Mesela hazır Türkiye dünyada köp Türk var. Lekin onlar Özbekçe bilmeydi. Mesela ben Özbekçe öğrendim keyin dünyayı farklı gördüm. Dünyayı Özbeklerin gözleri bilen gördüm. Bilirsiniz mi? Çünkü bir dil biliş, bir yürek bilen biliş başka. Şunun için onlar mesela elbette Türkistan'a kızıklar. Türkistan yani merkeze şekeryanlar, Özbekistan'a kelganlar. Lekin Özbekistan'ı düşünmediler. Mesela beni farkı gördü Özbekler. Siz zaten samimi gördüler. Çünkü mesela ben Özbekçe öğrendim. Özbeklerin örf adetlerini, tillerini, mentalitelerini öğrendim. Şunun için onlar mesela Özbekistan'ı yaxşı düşünüş için siyasi, tarih anlamında Özbekçe öğrenişleri gerek. Şunu tavsiye kılamam hem kıyın emas. O son müzikler hem güçlü bilasınız mı? Yani Özbek müzikleri Şerari mesela bir sanat ne fakat müzik o bir şair mesela. Şunun için yani şunlar bilen öğreniş mümkün ve caditler. Yani hamı joyda caditler vardır lekin en meşhur caditler Özbekistan'dan kelgan. Cadit hareketi Türkiye dünyada en mühim hareketten bir tanesi. Şunun için Türkiye dünyada Özbekçe öğreniş menimçe şart bu yani tarihçiler için. Lekin bilasizmi Daryoxonim, bir ma'lumot eshitganman, to'g'ri men lingvist emasman. Bir inson aytgandilar, Otatürk kelgandan so'ng turkiy alifboni, endi o'sha paytda arab alifbosida yozilgan-ku. Turkiy alifboni ishlab chiqish haqida bir insonga familiyasi shunaqa armanicha insonga topshirgan. Va unga qadar geliram bo'lgan turkchada, lekin geliyorum qo'shimchalariga aylanib ketgan. Lekin Chig'atoy tilida gaplashilgan shu ilgaridan, necha asr ilgari ham turkiylar o'zaro Chig'atoy tilida gaplashgan. Chig'atoy tilida gaplashilgan. Va yana bir narsani aytib o'taman, mana maqomlar bor-ku. Sizlar mug'am deydimi? Ozarbayjon mug'am deydi. Mug'am bilaman.
maqomlarni, misol uchun o'zbekcha maqom hamda turkiy o'sha maqomlarni eshitsangiz ham, ozarbayjoncha ham juda tushunarli. Ya'ni bu o'sha paytdagi turk tili Eski bilan tili, aytilgan, ha. eski turk tilida aytilgan va juda ham tushunarli. Keyinchalik mana shunaqa yorum boshqa hamda fransuz tillari tilidan so'zlar kirib kelgan, shuning hisobiga o'zgarib ketgan. Şu doğru bilasiz. Ben yine tarihçi sıfatında şunu aytamam. 15. asırdan keyin Türkiye dünyada ortak dil Çağatay dili bo'ldi. Nega? Çünkü Temuriler ve ayniqsa Alisher Navoiy, ayniqsa Temur, ayniqsa Bobur onların tili Çağatay tiliydi ve hamma davlat narsalarini Çağatay tilinde yazganlar. Alisher Navoiy öz ana tilini haqida juda ham ko'p narsalar qilgan. Muhokamatül Lugatain bilan kitobi bilan shuni aytdi. Bizim tilimiz Farsi tilinden küçükroq. Nega biz öz tilimizde yazmaganmiz? Şunun için ne fakat birinci Rönesans'tan hem var mesela şunçalık adamlar. Mesela bu başka joylarda yok idi bilasınız mı? Ondan keyin mesela ben şunun hakkında hem makale yazganım. Azerbaycan'da ve Türkiye'de ayniqsa Çağatay tilinin tesiri görüldü. Keyin narsalar Çağatay tilinde yazıldı, şehirler Çağatay tilinde yazıldı. Ve ben hem size yardım hazırki günde hem ne fakat tarihte Özbek tili ortak til bilasınız mı? Çünkü hamısı tillerinin ortasında. Türk tili mesela Kazak tiline, Başkurt tiline juda uzak. Doğru mu? Düşünüş kıyın. Ortak tiller kem. Lekin mesela ben Kazakça hem bilemem. 100% şunçalık yaxşı emas. Şunu aytmoqchiman. Lekin ortak tiller köp. Mesela fakat yine keyin. Keyin sözü Özbekçe'de var, Kazakça'da var, Türk tilinde yok. Keyin yine Özbek tiline hem Azar tiline, Azerbaycan tiline, Türkmençe tile ve Türkçe'ye yakın. Şunun için ortak til. Bilasınız mı? Özbekçe öğreniş şunun için mühim. Çağatay tili elbette tarihte ortak tiledi. Şunu biliş gerek. Bilasınız mı? Şunun için mesela afsus ki Türkiye'de mesela özler Türk dilini mühimroq görgenler köp. Elbette hazır yani halkara dünyada siyasette Türk dili mühimroq doğru. Lekin tarihte Çağatay tili mühimroq idi ve biz Türkiye dünyasını düşünüş için 1. Mart'ta tilleri öğrenişimiz gerek ve Türkiye dünyada Çağatay tili başkaçaydı. Mesela Alisher Navoiy'dan büyük rock bir Türk yani Türkiye dünyada şairi yok eken. Alisher Navoiy chunki turk tilini yuqori darajaga olib chiqqan shu adabiyotlarda ham mana bu narsa ular yaratgan shu asarlar bilan ham buni bilsa bo'ladi. Vaholanki zamona zayli bilan o'sha paytda forsiy tilda ijod qilingan ko'pchilik mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladi-ku. Mana forsda gapirgan, unaqa bo'lgan bitta qo'shnimiz bor, shunaqa doim gapirib turadi. Vaholanki bu o'sha paytda zamona zayli bo'lgan. Ya'niki, misol uchun, aytaylik bir 19-18-asrga Rossiyaga qaytadigan bo'lsak, misol uchun imperiyasiga, u paytda fransuz tilida gapirilgan. Shunday. Ya'ni har bitta davrni, misol uchun hozir ingliz tili bo'lganidek. Hammamiz inglizcha gapiramiz, to'g'rimi? Shunaqa. Shuning uchun nima deyman, juda fikrlaringiz o'rinli. Men o'zim ham endi yana bir bor aytib o'taman, lingvist emasman, lekin eshitgan ma'lumotlarim mana siz ham tarixchi sifatida tasdiqladingiz. Men ham lingvist emasman, lekin tarixchi sifatından biraz azgina tiller tarixini bilish kerak. Çünkü til millet değiş, bilasizmi? Mesela bir Kazak menga aytdi ki, til yaxshi çünkü ama lekin ko'p til bilish yaxshi çünkü başka milletlerini ham bilish kerak, to'g'ri. Til bir medeniyet. Mesela Özbek medeniyeti Özbek tili bo'lmasa Özbek medeniyeti yo'q ekan, to'g'rimi? Qaysi millat, qaysi xalq o'zini tilini yo'qotdi, demak o'zligini yo'qotdi degani u juda yomon narsa. Daryo xonim, Instagram sahifangizda o'zbek tilida ham gapirib videolar joylaysiz. Bu turkiyaliklar uchun qilasizmi yo o'zbekistonliklar uchunmi? Yo aktiv oshiruvchi uchunmi? Şu aktivlik için mesela şunu aytmak için ben Türkiye'de 90 milyon adam var, doğru mu? Ve mesela ben Türkçe video kılsam ve mesela Türkiye'lik hakkında video kılsam Türkiye'lik Türkiye'de küçülür, doğru mu? Mesela bir video kıldı Türkmen dostum, onu bilen Turan hakkındaydı. Yani biz birimiz. O video milyon adam gördü. Mesela ben şunçalık video kılmadım. Nege? Çünkü ben belgelikman. Yani belge fukarasıman yine. Şunun için yani ehtiyatlı böyle çıkmıyor. Çünkü ben diplomasiyada yani yakın işteyim. Yani diplomat emasman. Ve nege ben mesela şu hakkında video kılmayman mesela fakat yine aktiflik için. Çünkü bilirsiniz mi? Az yine şunçalık milliyetçi videolardan keyin fitne bo'lişi mümkün. Ve mesela ben Özbekistan'ı ve barcha Türkiye devletlerini yaxshi ko'raman. Shuning uchun fitnadan qo'rqayman. Shuning uchun nafaqat Türkiylar bilan barcha qo'shnilarimiz bilan yaxshilik tilayman, bilasizmi? Lekin elbette yani mesela Özbekçe videoları ko'proq qilaman. Sizga aytdim nega. Elbette Özbek aktivleri mesela köp, yani Kazaklardan ko'proq 40 milyon adam var, bilasizmi? Ve Afganistan'da hem var. Lekin mesela TikTok'ta ko'proq Türkmençe kılaman. Çünkü bilasizmi, hazır mesela Türkmençe videolarımı Instagram'a yubersen aralışıp ketişi mümkün, bilasizmi? Yani düşmüşü kıyın. Lekin Türkmenler ko'proq aktif, bilasizmi? Çünkü Türkmenistan'dan mesela bilmedim, lekin
Türkmenistan hakkında gaplaşan kam bo'lishi mumkin O'zbekistonga nazaran. Shuning uchun Türkmenler ham juda ham aktiv. Mesela bir Türkmence video qildim, ko'proq O'zbeklardan ko'proq ko'rildi. Lekin men nega O'zbekiston haqida video qilishni qo'rqmayman ve ko'proq qilaman? Sizga aytishim kerak. Chunki birinchisi de O'zbekiston davlati ve millati meni qo'llab-quvvatlagan. Men mesela en mühim videom O'zbekcha gaplashing. İltimos, bu joy O'zbekistonning poytaxti. Bunu men boshqa davlatda Men shu qilmagan. videoni ko'rgandim. Ha, men bunu boshqa davlatda qilmagan. Keyin negativlar bor edi. Nega faqatgina O'zbekiston haqida qildi bu qiz bu videoni? Lekin shu yaxshi. Nega shuni O'zbekiston haqida qildim? Chunki men O'zbekiston davlatini yaxshi ko'rganman. O'zbekiston davlati ham shu haqida narsalar qilgan. Ve mesela men bilamanki O'zbekiston davlati, vazirliği ve elchixonasi ve milleti beni qo'llab-quvvatlagan. Lekin men buni boshqa narsada qilmadim. Ayniqsa shu videoyu Qozogcha, Qirg'izcha, boshqa tillarda qilmadim. Bilasizmi, shu videoyu boshqa tillarda ham qilsam, yana aktivlik ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni nega? Chunki men o'zbek tarixi haqida ishladim. Faqatgina o'zbek tarixi haqida ishladim. Çünkü Özbekistan tarihini gördüm. Ve benim için Türkiye kız sıfatında Özbekistan'da özümü ana ata vatanı his kılışım köprok yüksek. Bilasizmi? Yani şunun için kılaman ve elbette yaxshi izohlar okuyuş hem adamları xursand qiladi, yoqadi, bilasizmi? Yani ben Qozogcha yoki boshqa tillarda, boshqa davlat haqida ham narsalar qilsam, ko'proq o'zbeklar meni qo'llab-quvvatlaydi ve elbette bir qiz sifatida yaxshi izohlar okuyuş meni xursand qiladi. Lekin mesela ben gördünüz mü? Mesela benim videolar faqatgina tarih, siyaset hakkında. Yani aktiflik için elbette aktiflik yaxshi, lekin mesela ko'proq yani başka narsalar hakkında videolar qilsam aktifliğim ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin faqatgina til, medeniyet, Türkiye birlik haqida ishladiğim uchun kamroq menimcha yine aktiflik. Daryo xonim, mana hozir Belgiyada deysiz. Balki kimdir bilar, kimdir bilmas. O'zi Daryo xonim qayerda tug'ilib o'sganlar? Belgiyada, Brüksel'da. Ya'ni siz Turkiyada tug'ilib o'smagansiz? Yo'q, men Belgiyada tug'ilganman. Belgiyada tug'ilib qoyillik. Ha, belgiyalikman, Belgiya fuqarosiman yana. Hozir oliy ta'limda, ya'ni PhD'ingizni qayerda qilyapsiz? Toshkent Sharqnasik universitetida. Ha, shunday, shuning uchun ko'p kelaman. Gulchehra Shavkatovna, sizga alohida salomlar. Mana bu yerda PhD qilyaptilar, talabangiz bu yerdalar. Sharqshunoslik universiteti meni har safar lol qoldiradi, chunki Sharqshunoslik universiteti juda ko'p bizning mehmonlarimiz kelishgan, ular u yerda PhD DC'lar qilishgan, chet el fuqarolari, chet tilida, o'zbek tilida hamda o'zbek tilida juda ravon gaplashadi. Ha, men o'zbekcha qilaman. Juda zo'r, lekin juda ham xursand bo'ldik. Daryo xonim, O'zbekistonda turk tilini o'rganishga qiziqish ko'p. O'zi ilgaridan ko'p bo'lgan, ya'ni men sizga aytaman, biz bolaligimizda Chol qushi degan serial bo'lardi. Mana shu serial bo'ldi, lekin ular dublyaj qilingan. Keyinchalik yana boshqa seriallar chiqdi, turk madaniyati, Turkiya odamlari hayot tarzi, hammasini shu aktyor, aktrisalar o'ynab ko'rsatib berishardi. Va eng ko'p turkchani bilgan ko'pincha bizning yosh yigitlarimiz, erkaklar bo'ladi, chunki mana bizda bor-ku Qashqarlar makoni degan. Ha, Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Mana shuni, chunki dublyaj qilib ulgurilmasdi yoki avtorskiy prava deb nima chiqarardi, mualliflik huquqi deb. Shuning uchun titrlarni yoki eshitib ko'rishgan. O'zi til o'rganishga bu juda eng oson, eng effektiv yo'lida bu. Endi qarang, mana hozir Ibrat farzandlarida loyihasida 3 milliondan ortiq yoshlar tillarni o'rganyapti. Shundan 1 millioni turk tilini o'rganyapti. Shunday. Xususan meni ham dugonam turk tilini o'rganib, o'zi bu yerda oliy ta'lim muassasasida ishlar edi. Turk tilini o'rganib, C1 sertifikatini olib Turkiyaga ishga ketdilar. Mana u yerda hozir yana magistraturaga kirdilar. Bu juda yaxshi. Bu 42 yashar ayolni nimasi? Endi bizda yosh tanlamaydi. Ko'ryapsiz. Ham oson bizga baribir, ham jozibali juda ham. Bizda mana shunaqa turk tilini yaxshi ko'rib o'rganishadi. Lekin Turkiyada sharoit qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri, siz Belgiya fuqarosisiz, lekin Turkiyada ham ancha bo'lsangiz kerak. Men ham Turkiya fuqarosiman. Ikkita fuqarolik mumkin. Hem Belçika hem Türkiye için. Hiç muammosi yo'q. Ben yani Türkiye ve Belgiya fuqarosiman. Elbette Türkiye fuqarosi sifatida xursandman. Yani elbette Türkiye yaxshi ko'raman, o'z vatanim, bilasizmi? Yani Türkiye tilini hamma joyda qiziq bo'lishi juda ham xursandman. Ve shuni aytmoqchiman, nafaqat Türkiye dunyoda, mesela men belgiyalikman. Belgiyada ham Türk tilini o'rgatiladi universitetda, keyin institutlar var, mesela Yunus Emre, mesela Maarif, mesela. Hamma joyda Türkçe o'rgatiladi. Ve elbette bunu Türk ve ne fakat Türkiye kız sıfatında
xursandman. Mesela bilasizmi, bir adam Türk tiline qiziq bo'lsa, keyin o'zbekcha ozgina tushunishi mumkin. Sizga bir narsa aytmoqchiman. Belgiyaning Qozog'istonda elchisi bor edi, Mr. Henry Vantigan. U mesela Türkçeyi biler ekan. Çünkü Türkiye'de işledi. Türk tarihine qiziq edi. Keyin menga aytdi ki men ozgina Qozog'istonda 2-3 so'z Türkçe gaplashdim. Keyin 2-3 so'z qozog'cha o'rgandim. Bir Belgiya elchisi, bilasizmi, diplomat yani. Yani şu Özbek dili çok yaxshi. Bir adam Türkçe bilse keyin Özbekçe ozgina tushunishi mumkin. Lekin yana shuni bilish kerak. Mesela qarang, dunyoda O'zbekistonda milyon adam Türkçe o'rganadi. Keyin dunyoda Türkçe o'rganan ko'p. Yani şunu neme degeni, bizim hem başka Türkiye dillerine şunçalık küçük qilishimiz mümkün. Yani ne fakat Türkiye dünyada başka adamlar hem qiziq qilishimiz gerek. Yine yaxshi ki en köp şu narsada Özbekiston davlati ishlaydi. Qarang, Saida Mirziyoyeva Oxford Üniversitesi'ne gitti. Oxford Üniversitesi dünyanın en meşhur üniversitesi, en güçlü. Ve o joyda Özbekçe öğretildi. Ve Nikolay de bir profesör gördüm. Onu Özbekçe menden hem yaxshiroq, bilasizmi? Ve Özbekçe juda amator derecesinden bilgen adam. Ve Özbek dili hakkında hem işleyen, edebiyat hakkında işleyen, Alisher Navoiy hakkında işleyen, yani Navoiyshunos bo'lishi kerak. Ve yani şu yaxshi, milyon adam bu joyda öğrengen Türk diline doğru dünyada. Lekin Özbekçe hem şunçalık küçük qilish mühim. Ne gerek? Siz aytdınız ki seriyalar meşhur. Yani bizim yine Özbek medeniyetini yumuşak güç qilishimiz gerek. Yani mesela serialları yaxshiroq qilishimiz gerek, bilasizmi? Çünkü doğrusunu aytsam, Muhteşem Yüzyıl'da bir serial var Türkiye'de. Ya mesela tarihçi sıfatında. O bizde juda ham mashhur. Yıqlagan ayollar ham bor dedilar. Ibrohim nima qilish, qatl qilishganda menimcha O'zbekistonning yarim aholisi yig'iladi. Doğru. Mustafa, to'g'rimi? Keyin mesela o serial, mesela tarihçi sıfatında noto'g'ri. Lekin o serialdan keyin ko'p turist Istanbulga borgan. Ayniqsa o'zbeklar. Bu saroyni ko'rish uchun, to'g'rimi? Nafaqat o'zbeklar, balki MDH davlatlaridan. Chunki mana Rossiya, boshqa, ya'ni misol uchun Ukraina, Belarus, ular hammasi ko'rgan, televideniye ketgan, hammasi yoppasiga bu yoqqa qarab, ana so'yfa bo'ladimi, boshqa hammasiga kirib, mana obidalariga o'sha serialda voy bu yerda bunaqa edi. Chunki men videolarni ko'rib o'tirardim-da. Ha, shunday. Ya'ni mana ham turizmga, ham Turkiyani tarixi, madaniyatiga qiziqish bitta serial orqali, albatta bu narsadan biz ham o'rganishimiz kerak. Bizga ham o'ylaymanki, yaxshi ijodkorlar bor. Shunaqa seriallar, filmlar chiqarish kerak-da. Ve qarang, hozir yangi bir film, kino bo'ldi Timur hakkında. Ko'rmaganman. Men taklif qilishdi, lekin men 2 safar ham bora olmadim. Chunki nima deydim, Toshkentda emas edim. Yaqindagina bo'lib o'tdi prezentatsiyasi. Namoyishi yaqindagina bo'lib o'tdi. Afsuski bora olmadim, lekin juda iliq fikrlar o'qidik. Netflix ishlatdi uni. Ha, yani mesela şu yaxshi, bilasizmi? Çünkü ondan keyin adamlar bu devlete qiziq bo'lishi mumkin. Men bilaman ki O'zbekiston kuchli davlat, mashhur davlat, hozir ko'p turist keladi. Lekin yana dunyoda afsuski O'zbekistonni bilmagan davlatlar bor. Hammasini yo'q qilish kerak. Hammasi O'zbekistonni bilish kerak va keyin sekin o'zbek tiliga qiziq bo'lishi mumkin. Ve til kuchli bo'lsa, yumshoq kuch bilan davlat kuchli bo'ladi. Mesela bütün dünya, yani 100 milyon adam O'zbekcha bilsa, bu O'zbekiston uchun yaxshi-ku. Tabii. Bilasizmi, yaqingacha chet elga chiqsangiz, safarlarda qayerdansiz deb so'rashsa, O'zbekiston, Pokiston, Afg'oniston deshadi. Doimiy eshitib yurgan narsamiz. Lekin so'nggi yillarda mana yaqinda Ostonaga borib keldik konferensiyaga. U yerda ham chet eldan olimlar keldi, boshqa insonlar keldi, aktivistlar keldi, ya'ni faollar ekologiya masalasi bo'yicha. Qayerdan deb so'rasa, O'zbekiston. Ha, Abduqodir Husanov deyapti. Ya'ni biz sport bilan biz sport bilan tanilyapmiz. Lekin Fransiya bizani juda yaxshi biladi. Samarqand ayniqsa. Fransiyani bilsangiz, endi siz tarixchisiz. Fransiya elchisi kelgan-ku Amir Temurga. Boyozid bizani maktublar yozgan. Ya'ni Amir Temur bizni qutqaruvchimiz degan bir ma'noda Samarqand haqida, Buxoro haqida juda ko'p bilishadi va ularda maktab darslarida ham o'tishar ekan o'sha Samarqand. Lekin noto'g'ri, bilasizmi? Nega masalan men o'zbekcha o'rgandim? Adashmasam yana yaxshi Fransiyada O'zbekiston haqida bilish. Masalan, men ham O'zbekistonga ketaman dedim, ha Samarqandmi degan belgiyaliklar, fransuzlar bor. Lekin masalan Timuriylar hakkında işlesangiz Fransiyada, ben Fransızca bilaman, kitaplarını işittim. Hem Timuriylar hakkında ekspert bir arayam var.
u aytdiki Timurlar O'zbek emas, Shiyponlar O'zbek. Mana shuni O'zbek Fransiyada ko'p bor. Chunki ular O'zbek tarixini yaxshi bilmadilar. Lekin ular mesela O'zbek tarixini, til tarixini bilsalar bilar ekanlarki hem Shiyponlar hem Timurlar O'zbekdan ejdadı. Çünkü O'zbek milleti barcha Türkiye'ni birleştirgen bir isim. Yani millet O'zbek ismi. xondan Ha. kelganmiz. Ve şunun için O'zbek nomini juda ham yaxshi ko'raman. Çünkü O'zbek nomi men uchun ben bu tarih ve azgina xalqaro siyoset hakkında ekspert yani sıfatını şunu aytaman. Men uchun Özbek nomi barcha yani Özbekistan'da milletleri birleştirgen ve Karakalpakları hem birleştirgen isim. Çünkü Özbek köp uruktan bo'lgan. O şey o 90 92 urukdan. Yani Kıpçak hem var. Karluk hem var, Oğuz hem var. Türkmen ham bor, Türkmen urugi ham bor. Lekin buni bu narsani tarixchi sifatida bilasiz. Mana va albatta juda ham yaxshi bo'lardi bu haqida misol uchun turkum bir reelslar olib joylasangiz, chunki bo'lingani bo'ri yer, ayrilgani ayiq yer. Qachonlardir shunaqa qilinganki, ayirib tashlandi. Ha, shu. Vaholanki hammamiz bir tug'ilgan, ya'ni tug'ishganmiz. Sen bunaqasan, sen o'zi. Mana o'zbek yoki qozoq, boshqa qirg'iz, bunaqa nomli keyin chiqgan. Biz har birimiz turkiymiz. To'g'ri, har bir yashab turgan joyimizda har bitta nimadan ulusdan nima bo'lgan, ya'ni urug'dan bo'lgan. Lekin bu degani ajratib ketish kerak emas. Bu atayin qilingan narsa endi o'sha 80 yil ilgari bu nimasi qo'yilganda, tamal toshi qo'yilgan. Mana hozirgacha buni mevasini yeb kelyapti. Ilmli, tarixi biladigan insonlar ijtimoiy tarmoqlarda bu narsani tushuntirib, ko'rsatuvlar qilishyapti. Boshqa. Mana bu juda ham muhim-da bu narsa. Chunki oddiy xalq qatdan biladi? U tarixchilar vazifasi endi bu narsani tushuntirish. Hammamiz birlashishimiz kerak, chunki o'zi boshida hammamiz bir bo'lganmiz. Ha, shunday. Yani shuning uchun albatta Fransa qiziq, lekin shuni aytmoqchiman yana. Yani mesela men Qoraqalpog'istonda ham, Xorazmda ham, viloyatlarda ham hammasi O'zbek men uchun. Çünkü Özbek nomi hamı Türklerle birleştirgen. Mesela ben Özbek emasman, Özbek fukarası emasman ve bu joyda tug'ilmaman. Lekin ben bu joyda özümü vatanda his qilaman ve Özbekistan bayrağı vatanı benim hem vatanım, doğru mu? Lakin şunun için bu devlet ne fakat Özbekistan'daki Türkiye milletler ve başka milletler, barcha Türkiye'lerin ata yurdu. Yani Kazaklar hem burada joyda özlerini vatanda his qiladi. Şunun için ben Özbek nomi barcha milletleri birleştirgen bir nom. Ve şunu mesela afsus ki yani chet elliklar bilmaydi bilasizmi. Ular ham ozgina fitna emas, lekin bilmadi. Ular Qoraqalpoqlari, Timuriylari, Shiyponlari hammasini ayrıştirgan bilasizmi. Lekin O'zbek nomi hammasini birleştirgan bir nom. Shuni bilish kerak. Oltin O'rdaga qarash kerak-da buning uchun. Ha, Oltin O'rda ham O'zbeklarning ejdadı masalan. Daryo xonim, siz turkman tilini ham bilar ekansiz. Lekin mana shu turkman tilida gaplashayotganingizda o'zbekcha aralashtirib borasizmi yoki o'zbekcha gaplashayotganda turkman tilidan aralashtirib borasizmi? Shunaqa qiyinchilik bo'ladimi sizda? Juda ham qiyin. Hozir turkcha gaplashsam ham o'zbekcha so'zlar aytaman. Masalan, yana bir Türk bilan gaplashdim. Anam atam bilene hem. Mesela anam telefon kıldı keyin dedim sonra demedim mesela. Hazır ama mesela sadece değişim gerekti ailemde fakat yine dedim mesela. Hazır mesela hem Türk tiller ararışkan. Lekin bilasizmi mesela ben yani en yaxshi bilganim Türk tili, keyin O'zbekcha. Yani O'zbekcha ham Turkmanchadan yaxshiroq bilaman. Lekin hozir Turkmancha, O'zbekcha so'zlar hamma joyda bor, hamma turkiy tillarda bor. Lekin mesela hozir siz bilan gaplashdim, Turkmancha so'z aytmadim. Yani adashmasam aytmadim. Lekin Türkçe sözler aytishim mumkin, çünkü hamma O'zbek so'zlarini hozir bilmayman, bilasizmi? Ana tilim Türkçe. Ya'ni Chig'atoy turkchasiga qaytamizmi? Chig'atoy mesela tarixchi sifatida ham Chig'atoy turkchasini o'rganmadim, çünkü qiyin ekan mesela. Qiyin. Alisher Navoiyning she'rlarining tarjimasini tushunish ham qiyin, ayniqsa Chig'atoy tilini tushunish qiyin men uchun. Endi har bitta til o'zi asrlar o'sha o'zini evolyutsiyasi bor-da, o'zgarib soddalashib ketadi. Lekin shu narsadan bir nima qilish kerakki, qo'rqish kerakki, qaysidir bir xalqqa tili oddiy maishiy til bo'lib qolmasligi kerak. Bu juda yomon narsa. Faqat bozorlarda gaplashadigan til bo'lib qolishi kerak emas. Shunday. O'sha paytda Alisher Navoiy ijod qilgan paytda turkiy til shunaqa bo'lgan, lekin Alisher Navoiy turkiy til bilan ijod qilib, uni nafaqat go'zalligi, balki ulug'vortirligini ham isbot dalili bilan mana yozganlari bilan o'qisangiz bo'ladi. Daryo xonim, bizni podkastimizda shunaqa bir an'ana bor. Podkast so'ngida men maqollar aytaman va u maqollarda siz nima tushunganingizni menga aytib berasiz. Bo'lsa boshladik. Shoshgan ishga shayton aralashar. Shoshgan ishga shayton aralashar. Tez yapılan ishga mi? Tez ishga mi? Tez qilingan ishga. Tez qilingan ishga. Shayton aralashgan. Yani tez qilinsa bir ish shayton keladi. Chunki yomon qilishimiz mumkin, shumi? Tushunarli. Yo'q, qisqa lo'nda qilib tushuntirib qo'ydingiz.
Beli og'rimaganni non yeyishini ko'r. Ha, yani bir adam hakkında fikir yürütmeden birincisi normal yaşını görmüyor, şu mu? Beli og'rimagan odamni, mehnat qilmagan odam non yeyishini ko'r. Mehnat qilmagan odam ko'pincha o'sha ko'p yeydi nonni, bemalol yeydi, uvol qilib tashlaydi. Ha, şu hem qiyin ekan. Bu ham qiyin. O'rganib olasiz, bu xalq og'zaki ijodida. Ko'proq bering menga o'rganishim kerak. Hamma joyda aytishim kerak. Bir kun urush bo'lgan uydan 40 kun baraka ko'tariladi. Ha, yani urush bo'lishi kerak emas, chunki 40 kun keyin yomonlik bo'lishi mumkin, faqatgina yaxshilik kerak. Yani çünkü bir yomon kundan keyin 40 kun yomon bo'lishi mumkin. Yani ta'siri shumi? Shunaqa. Daryo xonim, sizga rahmat. Juda ham maroqli, juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi, to'g'risi. Samimiy suhbat bo'ldi. Rahmat. Ben hem yani juda ham xursandman. Men ham xursand bo'ldim. Juda ham xudo xolisi o'ylaymanki boshqa muxlislarimiz ham ko'rib, ularga ham bu suhbat yoqadi. Qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, albatta ijtimoiy tarmoqlarga bu video qo'yilgandan keyin albatta yozib ketinglar. Bizda kelgan mehmonni quruq qo'l bilan qaytarilmaydi, Daryo xonim. Rahmat. Bizda bilasiz, qo'l mehnati, qo'l hunarmandchiligi bor bizda. Ya'ni hunarmandlarimiz O'zbekiston turli xil viloyatlarida bor. Mana bizda Rishton degan joy eshitgandirsiz. Nima Rishton? Rishton degan joy. Bu Farg'onada joylashgan. Rishton sopolari desa hamma taniydi. Ya'ni Chustda, Namanganda Chust degan joy bor. U yerda pichoq tayyorlashadi. Rishtonda sopol mana bunday laganlar, idish-tovoqlar tayyorlashadi va bu ularni bir nimasi? Rishtonda tashrif qog'ozi deydimi? Mana shu qo'l mehnati, mana shu sopoldan bo'lgan va mehr bilan O'zbekistonda tafti, shu quyoshi, odamlarning mehri bilan zuvala qilingan. Shu zuvalada mana shu qo'limdagi likopcha yasalgan. Shu likopchani sizga taqdim qilamiz. Ibrat farzandlari, ibrat kashfiyotlari podkastidan sizga sovg'a. Rahmat. O'ylaymizki, yoki kabinetingizda yoki xonadoningizda chiroyli joylar egallab turib, balki mevalar solib qo'yasiz, O'zbekistondan kelgan. Ha, rahmat, chiroyli. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Daryo xonim, yana undan tashqari ikkinchi bir sovg'amiz bor. Bu bizni Uzbek language card, gold kartimiz, ya'ni oltin kartamiz. Ya'ni bu karta bilan o'zbek tilini yanada yaxshi rivojlantira olasiz. Endi hozir siz bilan ko'p bemalol gaplashdik. Ushbu oltin karta sizga yordamchi bo'ladi. Rahmat. Bu ham sizga qabul qilib olasiz. Rahmat. Benim telefonum bilan surat olsangiz maylimi? Yana post qilaman. Azizlar, bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi mehmonimiz Daryo xonim bo'ldilar. Demak, keyingi podkastlarga qadar sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.